Kunlarning birida oilasi, bola-chaqasi yo'q bir juda ham boy inson hamma ishchilarini mehmonga chaqirib, har birining oldiga ma'lum miqdorda pul va bir Qur'on qo'yibdi-da, shu ikkisidan istaganinglarni olinglar debdi. Qur'onni olardim-u, o'qishni bilmayman-da. Shuning uchun pulni ola qolaman, debdi qo'riqchi. Xotinim kasal, uni davolatishga pul zarur edi. Yo'qsa Qur'onni olgan bo'lardim, debdi dehqon. O'qishni yaxshi ko'raman-u, unga vaqtim bo'lmaydi-da, debdi oshpaz. Navbat otboqar bolaga kelibdi. U juda kambag'al bo'lib, hatto qorni to'yib ovqatlanishga ham imkoni yo'q ekan. Poyabzaling yirtilib ketibdi. Yangi poyabzal sotib olish uchun seni ham hoynahoy pulni tanlasang kerak, debdi boy. To'g'ri, yangi poyabzalga ham bir tovuq sotib olib, onam bilan birga yeyishga ham ehtiyojim bor. Lekin men Qur'onni tanladim. Chunki onam Alloh taoloning birgina so'zi oltindan ham qimmat, ta'mi esa asaldan ham shirin deydilar, deb javob beribdi otboqar. Shunday qilib u Qur'onni olibdi. Ichini ochib qarasa, ikkita konvert bor ekan. Ulardan birida yoniga qo'yilgan mablag'dan ko'ra ancha ko'proq pul, ikkinchisida esa boyga merosxo'rlik huquqi bitilgan vasiqa qog'ozi turardi. Alloh haqida yaxshi gumonda bo'lgan odamni u zot noumid qilib qo'ymaydi, debdi boy.